Sening 1 minutga vaqtingizni olaman. Maylimi? Qarang. Zo'r o'yinimiz bor bizda, Rosh keramikada. 3 ta savol beraman, gapirmay tursangiz 100 ming yutib olasiz. Kelishdingmi? 30 sekund gapirmay tursangiz. Ketdi. Qayerdan kelyapsiz? Salondan chiqdingizmi nima? Nima deysiz? Qarang, 8-mart kelyapti. Sizga qimmatbaho sovg'a kerakmi yo qadrli sovg'a kerakmi? Gapiring, nimaga gapirmaysiz? iPhone kerakmi sizga? Ha, iPhone 17 kerakmi? Hozir iPhone 17 kerak desangiz, balki olib beradiganlar ham bordir. Gap yo'q, 30 sekund bo'ldi, mana 100 ming sizga. Oling. Men sizga qo'l mehnatida rasm tushirilgan lagan tavsiya qilaman. Misol aytaylik, rasmingiz tushirilgan laganni qo'l mehnatida bir umr esdalik bo'ladi sizga. Birorta bolani ismini ayting, o'shandan sizga sovg'a kelish kerak. Misol aytaylik, Azizbek. Bu videoni Azizbek ismli bolalarga tashlab qo'yamiz. Azizbek bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shinimizga bitta chiroyli sovg'a Rosh keramikadan suratlarni tushirib qilib berasiz. Azizbek sovg'a bermasa? Ha, Azizbeklar mana shu videoni ko'rib turib ham sovg'a bermasa, shu videomiz 30 ming like yig'sa, 8-martgacha men o'zim sizga Rosh keramikadan chiroyli sovg'a qilib beraman. Bo'ladimi? Obuna bo'linglar. 8-martga zo'r sovg'alar Rosh keramikadan qo'l mehnatida bir umr esingizda qoladi.